Dubay ko'chmas mulk bozorida eng zo'r proyektni bugun sizlarga to'liq obzorini qilib beramiz. Dengiz bo'yida birinchi liniya. Neverayatno zo'r proyekt. Men o'zim bu proyekt bilan vdохновленный sizlarga gapiryapman investor sifatida. Investorlar, iltimos meni yaxshilab eshitinglar, yaxshilab ko'ringlar. Bu proyektga to'g'risi analog yo'q, chunki dengiz bo'yida bu kabi community bunaqa narxlarda hozirda yo'q. Застройщик номер один застройщикlardan bittasi ultra luxury segmentni quradigan застройщик, judayam eski застройщик. Mana bu lokatsiya Maritime City. Maritime City'ni eng zo'r joyini, ya'ni uchini полностью sotib olib, отдельный стоящий zdaniylar emas. Bu proyekt community. Ya'ni bitta застройщикka весь mana shu joy tegishli bo'ladi. Bugun уже 3-binosini продажasi ochilish kuni. Mural deb nomlanadi. Bu 3-zdaniyasi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi. Ikkinchi zdaniyasi 1 soatda hamma uylar sotib bo'lindi. Uchinchi uyi ham 1-2 soatda hammasi sotilib bo'ladi. Hozir prodaja ochilishiga tayyorgarlik ketyapti. Полностью ichkariga kiramiz. Hozir men sizlarga lazerimni olay. Lazer bilan podrobno hamma narsani ko'rsataman bu yerdagi. Juda ham ko'p odam bo'ladi, o'shaning uchun hamma narsa полный tayyor holatida. Endi kelinglar, bu yoq tarafidan boshlaymiz. Bu Beyond застройщигini, mana shu community'sini birinchi launchi bo'ldi. Birinchi zdaniyasi даже bitta spalnili apartamentlarga mana shu liniyada to'liq dengizga qaragan variantlari bor edi. Narxlarini dirhamda aytaman, 2,300,000 dirhamdan bitta spalnililar boshlanardi. Ikkinchi 1 soatda ichida sotilib ketgan zdaniya 2,400,000 dan boshlang'ich narxlari 2,400,000 bo'lib chiqdi. Nimaga именно bu proyekt, nimaga именно bu застройщик, nimaga именно bu lokatsiya? Chunki Dubayni eng знаменитый joylarini bilamiz. GBR, Palma, Dubai Marina, ularni hammasi bitta joyda yig'ilgan. Sizlarga hozir basseynlarini sanab o'taman. Har bitta zdaniyani o'zini basseyni bo'lishiga qaramasdan yana qanaqa basseynlar bo'ladi? To'liq community'ni o'zida. Hamma basseynlarni hozir birma-bir ko'rsatib chiqamiz. Bu olimpiyskiy basseyn bo'ladi. Faqatgina Beyond, ya'ni mana shu застройщик karta, ya'ni Amniyat Group, Beyond застройщик, Amniyat Group karta egalariga dostupniy bo'ladi. Qaysi binoda yashashingizdan qat'iy nazar, mana bu yerdagi qulayliklar hamma yashovchilari uchun bo'ladi. Demak, bu yerda olimpiyskiy basseyn, mana bu yerda kafe, restoran, mana bu yerda тоже basseyn bo'ladi, no dengiz bilan почти splashnoydek ko'rinadi. Kim agar soleoniy suvda cho'milgisi kelmasa, bu yerdagi basseynda cho'miladi. Mana bu yerda surfing bo'ladi, bu yerda yaxtalar, mana bu yerda ham basseyn, no уже dengizi sho'r suvi bilan basseyn bo'ladi. Mana bu yerda kanatka hamma narsa mana bu yog'ida gulyach qilish uchun, vaqtni maza qilib o'tkazish uchun zonalar. Endi dальше ketamiz. Yana mana shunaqa lagunalar bo'ladi. Общий bularni soni 8 ta bo'ladi. Ular hammasi suzib bo'ladigan, ya'ni просто ozero emas, bular как lagunalar bo'ladi. Basseyn rolini o'ynaydi. Mana bu yog'ida juda ham ko'p
kabinalar bilan. Bu yerda 5 yulduzli restoranlar bo'ladi. Boshqa joylardan keladiganlar faqatgina shu restoranlar uchun keladi. Bu joylardan foydalana olmaydi. Faqatgina bu yerda yashaydiganlar bu yerdan foydalana oladi. Mana bu yog'ida полный dengiz bo'yida, как marinadagi прогулочный zona. To весь community bo'ylab. Mana juda ham ko'p lagunalari bo'ladi. Demak, mana bu yog'ida spa, sauna, u ham hammasi foydalanuvchilar uchun. Mana bu pastdagi retaillar. Bu yerda juda ham baland branddagi, xudo xolasa Dior, Gucci magazinlarini olib kelmoqchi. Ya'ni любой brend bu yerga kirolmaydi. Faqatgina topoviy brendlar, topoviy restoranlar, topoviy kafeynalarga bu joylar beriladi pastida. Endi mana bu binoga o'tamiz. Bu videoni qachon ko'rishingizga qarab, bu binosi o'sha sotilib bo'lgan bo'lishi mumkin. Bugungi chislo 8-aprel. 8-aprel bu endi prodajaga tayyorlanyapti. Hamma очередьga turyapti hozirgi kunda buni olish uchun. Endi bu yog'iga o'tamiz. Bu yog'ida judayam katta ziloniy park bo'ladi va eng zo'r tarafi bu oroli o'zi uchi. Mana bu yerda ozgina joyi bor. Bu yerda Amniyat застройщигini Donchester Collection degan brendi. Bu judayam знаменитый brend. O'zingizlar Google'ga wbit qilib, poyizga berib ko'ringlar. O'zingizlar qanaqa sifatdagi Dubaydagi eng ultra luxury mehmonxonasi bo'ladi va eng zo'ri u mehmonxonani собственный plaji bo'ladi. U собственный plaj mana shu communityda yashaydiganlar uchungina faqat dostуп bo'ladi. Hech kim ko'chadan kirib u yerga kira olmaydi. Demak, mana bu yog'ida полный ziloniy park bo'ladi va bu yoqdan kelib e'tibor beringlar. Bu yerda ham orqalarida ham полностью kafe, restoran, magazinlar bo'ladi va mana bunaqa alohida mostlar. Har bitta uydan alohida mana shunaqa mostlar bular полностью parkka olib keladi va plyajga olib boradi. O'zingizlarni собственный plyajingizga olib boradi. Endi bular hali bunaqa holatda bo'lmaydi. Bular prosta maket qilib qo'yilgan, полный bejevый rangdagilar. Mana bunaqa zdaniya arxitekturasi o'zi tayyor bo'lganda keyingi prodajaga tezroq harakat qilib ulgurib ovolaylik. Chunki bor yo'g'i mana bu ikkalasi bitta bo'lib chiqadi. Bular alohida ko'p qolmadi. 1, 2, 3, 4, 5 bor yo'g'i 5 ta bino qolgan. Har bitta keyingi bino o'zgacha bo'lib chiqadi. Arxitekturasi har xil bo'lib chiqadi. Bitta застройщик community bo'lishiga qaramasdan hamma zdaniyalar bir xil bo'lmaydi. Hamma zdaniyalar o'zini spets dizaynida bo'ladi. Har bitta zdaniyani o'zini tagida hamma razlicheniyalari bo'ladi. Yoga center, детский площадкаlar deysizlarmi, barbekyu zonalar deysizlarmi, trenajyorniy zallar, hammasi, конечно, zo'r panoramniy vidlar bilan bo'ladi. Dengizga qaragan panoramniy vidlar bilan. Hozir mana bu oxirgisi prodajaga tayyorlanyapti. Bunda narxlar o'zi 2,470,000 dirhamdan boshlanyapti. U pastroq qavatdagi o'rtadagi one bedroomlar uchun. Agar biz o'zi полностью vidi bilan balandroq qavatda olamiz deydigan bo'lsak, bu proyektni, bo'lsam 2,5 milliondan birinchi, ikkinchi, uchinchi etajli 2,5 millionga oladigan bo'lsak, o'zi balandroq qavat, burchidagi полный dengizga qaragan, prям manga qaragan, mana shu liniya one bedroomlar, bitta spalniliklar. Bunaqalaridan olamiz desak, где-то 2,800,000, 3 million atrofida bo'ladi, u ham etajiga qarab. Bu приблизительно man bitta one bedroomli
anaqalarni apartamentlarni aytyapman, 2 bedroom, 3 bedroomlar uchun o'rtacha narxlarni opisaniyada yana podrobniyroq yozib qoldiramiz. Bu mana shunaqa community bo'ladi. Bu communityni budishisi judayam katta. Nimaga? Chunki hozir Dubay, bilasizlar, o'sha 26-yildan uchadigan taksilar uchun parkovkalar bo'ladi. Mana bu zdaniyani bu yoq tarafi judayam katta торговый center bo'ladi. Ya'ni Maritime City uchun bo'ladigan торговый center. Bu zdaniyani uchiga kirayotgan joyida тоже amniyat kompaniyasini 90 etajli shunaqa chiroyli zdaniyasi chiqadi. Prям Burj Khalifaga o'xshagan judayam chiroyli zdaniyasi chiqadi. Mana bu zdaniyalarni orqasiga qaraganlarda hammasida o'sha zdaniyaga ham vid bo'ladi. Bu narxlari mana bu plyaj kirib kelganda shunaqa zo'r ko'tariladi. Даже hozirda palmani oladigan bo'lsak, palma 300% ga oshgan narxlari. Polностью kirish vaqtidan hozirgi kungacha. Bu birinchi community, именно Maritime Cityda birinchi community. Buni birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, to даже 5-chi zdaniyasigacha kiradigan odamlar ertaga перепродажада xudo xolasa 2 baravar oshgan narxiga yoki перепродажа qilsa bo'ladi, yoki bu yoqda eng zo'r tarafi bu рассрочка. Рассрочка 50 ga 50, ya'ni 50% qurilish davomida, 50% o'sha kalitni qo'lga olotganda. Biz hozir klientlarimiz bilan qanaqa ssenariy qilamiz? Boshlang'ich to'lovini olib to'laymiz. Boshlang'ich to'lovi SPA, ya'ni bu yoqda kadastrli DLD to'lab kadastrli chiqqandan keyin Golden Vizaga topshiramiz. Golden Vizamiz 10 yillik Golden Vizamiz chiqqandan keyin to proyektimiz bitguncha biz bor yo'g'i 50% ni to'lashimiz kerak. U paytgacha biz bank shot raqamida ochib, uni aylantirib, kreditga tayyor qilib qo'yamiz. Bu proyekt o'sha bitganda building completion sertifikat beriladi, ya'ni bino bitganligi haqida sertifikat beriladi. O'sha sertifikatni olib, bankdan qolgan 50% ga ipoteka chiqarib yuboramiz. Va ipotekani o'zi, arendani o'zi ham ipotekani qoplab ketaveradi, ham sizlarga ham daromad beradi. Bu возможностьdan qolib ketmaylik. Dubayda eng zo'r investitsiya bu dengiz bo'yidagi investitsiya. Nimaga? Chunki orollar limitirovаны. Hozir Maritime City va Dubai Island orollari qolgan. Jebel Ali bor, Palma Jebel Ali. Kelasi 8-9-10 yil. Ближайший eng zo'r investitsiya bu Maritime City va Dubai Island. O'shaning uchun tezroq bizga aloqaga chiqinglar, birgalikda zo'r daromadli topaylik.